2026 yilgi Chevrolet Volt bu zamonaviy texnologiyalar, yuqori samaradorlik va ekologik tozalikni birlashtirgan yangi avlod gibrid avtomobili. Ushbu model import variant sifatida taqdim etilib, ilgari chiqarilgan versiyalarga qaraganda yanada kuchli, aqlli va energiya tejovchi tizimlarga ega. Chevrolet kompaniyasi Voltni qayta ishlab, unga ilgor elektromobil texnologiyalarini qo'shgan. Yangi Volt modeli 1.5 litrli benzinli dvigatel va kuchli elektromotor kombinatsiyasida ishlaydi. Batareya quvvati 20 kWh atrofida bo'lib, to'liq elektr rejimida 100 km gacha masofani bosib o'tish imkonini beradi. To'liq zaryad va yoqilgi bilan avtomobil 800 km gacha masofani bosib o'tishi mumkin. Bu uni shahar ichida ham, uzoq safarlarda ham eng ideal variantlardan biriga aylantiradi. Voltning tashqi dizayni zamonaviy va aerodinamik shaklda yaratilgan. Old faralar LED texnologiyasi bilan jihozlangan bo'lib, tungi haydashda maksimal yoritish imkonini beradi. Kuzovning silliq chiziqlari va yangi radiator panjarasi unga sportiv ko'rinish beradi. Salon ichki qismi esa qulaylik va texnologiyani birlashtiradi. 10 dyuymli raqamli displey, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlovi, premium audio tizim, shuningdek, avtomatik iqlim nazorati mavjud. Voltda xavfsizlik tizimlari ham kengaytirilgan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'lni ushlab turish funksiyasi, 360 kamera va ko'plab sensorlar bilan jihozlangan. 2026 Chevrolet Volt energiya tejovchi, ekologik toza va texnologik jihatdan ilg'or avtomobil sifatida bozorda o'z o'rnini mustahkamlashga tayyor. Bu model ayniqsa elektr transportga o'tishni xohlovchi, ammo uzoq masofali yo'llarda ham qulaylikni yo'qotishni istamaydigan haydovchilar uchun mo'ljallangan. Uning narxi import variant sifatida bozorga qarab farqlanadi, ammo o'z segmentida Volt o'z funksiyalari va sifati bilan raqobatchilardan ustun turadi. Chevrolet Volt bu kelajakning ekologik haydovchilik tajribasini bugunoq his qilish imkoniyatidir.